Kitobning 113-betida qo'lda bajariladigan mashq. Guruh bo'lib ishlang. Birinchi variantni ko'ramiz. Bu yerda A va B lar bor. Uchta birlik kubdan foydalanib ikki xil jism yasang. Har bir jismning hajmini aniqlang. Biz demak quyida birlik kublardan demak 3 tasini ishtirokida ikki xil yasab oldik. Ya'ni 1 2 3 larni demak qo'yib chiqamiz. Shunda 1 2 3 ta demak kublar bor va ularni demak birinchi ustma-ust qo'yib birinchi jismni yasab oldik va ikkinchisida esa ikkitasi pastda, bittasi yuqorida bo'ldi. Ya'ni 1 2 3 ko'rinishida demak belgilab oldik va bularning hajmlari birlik kublar bo'lganligi uchun bular 3 ko'paytirilgan 1 ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni buning hajmi 3 ko'paytirilgan 1 ya'ni 3 ga teng. Ikkinchisining hajmi bunda ham 3 ta birlik kublar bo'lganligi uchun 3 ko'paytirilgan 1 ya'ni 3 ga teng bo'ladi. Va B savoliga o'tamiz. Bunda 4 ta birlik kubdan foydalanib 4 xil jism yasang. Har bir jismning hajmini aniqlang. Endi 4 ta yasashimiz kerak, 4 ta birlik kubdan foydalanib. Demak biz mana bu yerda yasab oldik. Ya'ni birinchisida barchasini ustma-ust joylashtirib, shunda 1 2 3 4 ta kublarni demak qo'yib hisoblab oldik. Ikkinchisida esa demak ikkitasi pastda, ikkitasi yuqorida bo'ldi. Demak 1 2 3 4 ko'rinishida demak belgilab oldik va uchinchisida esa mana bu ko'rinishda, ya'ni 3 ta pastda, bitta yuqorida bo'ladi. 1 2 3 4 bo'ladi. Va oxirgisida barchasi demak yotgan holatda bo'ladi. Ya'ni biz chapdan hisoblasak 1 2 3 4 ta kublar. Bularning barchasining hajmi 4 ta kub bo'lganligi uchun 4 ko'paytirilgan va har biri bir birlik demak kub bo'lganligi uchun 4 ko'paytirilgan 1 ya'ni 4 bo'ladi. Buni o'zimiz uchun belgilab olamiz va keyingi ya'ni ikkinchi topshiriqqa o'tadigan bo'lsak, quyidagi jismlarni yasash uchun birlik kublardan foydalaning va ularning hajmini taqqoslang. Demak mana bu yerda demak birinchi bu yerda x jism bor va jismni yasash uchun kerak bo'lgan birlik kublar sonini hisoblaymiz va undagi hajmni demak hisoblab olishimiz kerak bo'ladi. X jismdagi kublarni hisoblab oladigan bo'lsak, unda pastdan hisoblaymiz. Ya'ni pastki kublar sonini e'tibor beradigan bo'lsak, 1 2 3 4 ta bor. Ikkinchi qatorda 1 2 3 ta bor. Uchinchi qatorda 1 2 ta va oxirgisida bitta. Ya'ni bu yerda 4 3 2 1 bor va ularning yig'indisi bizda necha bo'ladi? Demak 1 ga 2 ni qo'shamiz 3, 3 ga 3 ni qo'shamiz 6, 6 ga 4 ni qo'shamiz 10 bo'ladi. Demak barchasi 10 ta kubni beradi va bundan bizda ikkita bo'lganligi uchun, ya'ni birinchi qatorda va ikkinchi demak qatorda 10 tadan bo'lganligi uchun bu bizda 10 ko'paytirilgan 2 ya'ni 20 ta kub natijani beradi. Va bunda har biri 1 kub birlik bo'lganligi uchun biz 20 ni 1 ga ko'paytiramiz. Natijamiz 20 kub birlik degan javob kelib chiqadi. Va ikkinchisiga o'tamiz. Bunda demak y jism. Y jismda demak nechtadan bor? Pastdan hisoblaymiz. Demak 1 2 1 2 1 2. Ikkitadan, ikkitadan va ikkitadan. Bularning yig'indisi 6 bo'ladi va bizda ikkita ustun bo'lganligi uchun va yuqorida yana bitta bo'lganligi uchun demak 6 ko'paytirilgan 2 12, mana bunisi 13-chi hisoblanadi. Mana bu 13-chi hisoblanadi. Demak natijamiz 6 ko'paytirilgan 2 plus 1 ya'ni 13 ta kub degan javob kelib chiqadi. 13 ni belgilaymiz va har bir kublar 1 kub birlik bo'lganligi uchun 13 ni 1 ga ko'paytiramiz. Natijamiz 13 kub birlik degan javob kelib chiqadi. Uni belgilaymiz va z
jismga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni mana bu tomondan demak 1 2 3, ya'ni 2 birinchi qatorda 2 ta, ikkinchi qatorda bitta bor. 2 3. Endi ya'ni 2 1 bo'ladi, umumiysi 3 bo'ladi. Bular nechta demak qator? 1 2 3 4 5 6 ta bo'lganligi uchun biz 2 ga 1 ni qo'shamiz, ya'ni 3 bo'ladi. Buni 6 ga ko'paytiramiz, natijamiz 18 bo'ladi. Ya'ni 18 ta kub bor ekan. Ushbu natijani belgilaymiz va har bitta kub 1 kub birlikka teng bo'lganligi uchun 18 ni 1 ga ko'paytiramiz. Natijamiz 18 kub birlik degan javob kelib chiqadi. Endi mana bu yerda savol bor. Qaysi jism eng katta hajmga ega? Bu yerda e'tibor beramiz. 18, 13, 20. Demak, X jism eng katta hajmga ega ekan. Bu yerda yozamiz X jism. Ikkinchi savolni o'qiymiz. Qaysi jism eng kichik hajmga ega? 18, 13 va 20. Albatta 13 bo'lganligi uchun biz Y jism deb yozib olamiz. Y jism. Javoblarni belgilaymiz.